men feministman. Shuni shu Hamma uchun. terminni Men feministman. Meni erim bor, 3 ta bolam bor. Men o'zbek xonadonining keliniman 18 yildan beri. shu terminni oson til bilan Tushuntirib beraman. tushuntirib bering. Feminizm nima? Ayol deganida. Feminizm bu harakat. Bu ayollar tomonidan 100 yillar avval o'zini fundamental huquqi uchun boshlangan kurash hisoblanadi. 100 yillar avval ayollar jamiyatda hech qanaqa qadrga ega bo'lmagan. Ularning ovozi ham bo'lmagan, ularning haq huquqi ham bo'lmagan. Ular masalan biror ishni ishlasa kamroq oylik olgan. Ular hamma ishlarda ham ishlamagan. Saylovda masalan o'zini ovoz berishga haqqi bo'lmagan. Erini ruxsatisiz, masalan bolalarga ham haqqi bo'lmagan. Erini ruxsatisiz umuman mulkdek bo'lgan. Mana otasi eriga mulk bo'lib o'tgan. Bu butun dunyoda bo'lgan va Yevropa mamlakatlarida o'sha 100 yillar avval boshlangan harakat sufrajistlar harakati deyiladi. Bu o'sha o'zini saylov huquqi uchun kurashgan ayollar harakati bo'lgan va shundan birinchi feminizm to'lqini boshlangan.